Bir odam muhtoj bo'lib kelgan paytda qo'lida bor odam qarz bergin, shunga yordam bergin, o'zingga yaxshi bo'ladi deb qarz berishga nima qiladi, targ'ib qiladi. Sufyon as-Savriy aytadi, sadaqa berishimdan ko'ra birovga qarz berishi menga mahbubroq. Chunki sadaqa deydi, muhtoj bo'lmaganlarga ham berilishi mumkin, ammo qarzni faqat muhtoj odam oladi. To'g'ri-da. Bir mahallaga olib borib turib ehsoningiz bor, tarqatyapsiz. Unmidi, shakarmidi, yog'midi. Unga muhtoj odam ham oladi, uni muhtoj bo'lmagan odam ham olaveradi. Ehsonda u. Ammo qarzni esa faqat muhtoj odam so'raydi. Shuning uchun birodarlar, qarz berishlik savobli ish. Odamlarga qarz berishlikka dinimiz targ'ib qiladi va qarz olgan odamning mas'uliyatini ham eslatadi. Qarz agar inson uzmasdan o'tib ketsa dunyodan muammo bo'ladi. Qarz hatto shahidga ham muammo bo'ladi. Shahidni qarzdan boshqa hamma gunohlari kechiriladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, shahidning qarzdan boshqa hamma gunohlari kechiriladi. Imom Muslimda.